aytish shart emas. Obod qori bo'lishi mumkin. U shayx bo'lishi mumkin, Abdulla qori bo'lishi mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin. Gap shaxslarda emas, gap bizda. O'zimizda. Bizni kimga ergashamiz? Ungami yoki haqqami? Mana shu narsani oldiga qo'ysa odam bo'ladi. Ya'ni bu gapirayotgan gapi, bu odam yaxshi odam, tabiati yaxshi, odobi yaxshi, taqvosi yaxshi, shunaqa deb gumon qilamiz. Shu gapirayotgan gap haqmi yo'qmi degan narsani o'ylasak bo'ladi, masala hal bo'ladi. Obod qorini boshqalardan ko'ra yaxshi ko'rishligingiz, o'ylaymanki, shu odamni haq ustida deb o'ylaganligingizdan. Uni ko'rinishini yaxshi ko'rib qolgansiz, uni so'zini yaxshi ko'rib qolgansiz. Undan chiroyliroq odamlar bor. Undan chiroyliroq gapiradiganlar bor. Bu narsa uchun emas, shu odam haq ustida turdi, mustahkam turdi, chunki zulm ko'rdi, mazlum bo'ldi degan gumon bilan qaraganligingiz uchun unga sizda muhabbat paydo bo'ladi. Demak, sizdagi muhabbat o'zi asli tegi haqqa bo'lgan muhabbatdir. Haq ustida turganligini ko'rib, bitta odam botillik ustida shunaqangi mustahkam turganini ko'rsangiz, o'sha muhabbat paydo bo'lmaydi. Demak, siz uni shaxsiyatiga nisbatan emas, balki undagi bor narsa, u nimaga ergashganligiga qarang. Lekin Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlariday kullu ibn Adamin xato. Va xayrul xattoina at-tawwabun. Har bir odam bolasi borki, xato qiladi. Har bir odam bolasi borki, xato qiladi. Va xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilar. Ya'ni Obod qorimi, Abdulla qorimi, Muhammad Sodiqmi, Muhammad Rajabmi yoki boshqami? Bitta savol, odam bolasimi? Odam bolasi. Demak, shu hadis ichiga kiradimi ular? Kiradi. Abu Hanifachi odam bolasimi? Odam bolasi. Shu hadis ichiga kiradimi? Kiradi. Xato qiladimi? Qiladi. Biz odamlarning xatosini qidirishimiz shart emas. Biz ularning xato qilishligi ma'lum bo'lgan narsa. Mana xato qildi deyishligimiz shart emas. O'zi xato qilishligi aniq. Hatto o'zini xato qiladi. Bizga haq kerak, to'g'risi kerak. Shu to'g'rini agar bizning dushmanimiz gapirsa ham olishimiz kerak. Biz yaxshi ko'rgan odamimiz noto'g'ri gapirayotgan bo'lsa, tashlashimiz kerak. Bu ahli sunna va jamoaning uslubi mana shu. Shaxsga ergashmaydi ular. Ular haqqa ergashadi. Shuning uchun ham Ibn Bozdan Ixvanul Muslimin yoki Jamoatut Tabligh yoki boshqa Ansor sunna shunga o'xshagan har xil jamoatlarga qo'shilish haqida so'rashganida musulmon kishi haq bilan bo'lish kerak. Gohida haq Ixvanul Musliminda bo'ladi. Gohida Ansor sunnada bo'ladi. Musulmon kishi haq qayerda bo'lsa o'sha yerda bo'ladi. Haq bilan birga aylanib yuradi. Va har bitta jamoatda haq va nohaq joylari bor. Uni nohaqlarini sanaydigan bo'lsak, nohaqliklar yer yuzida to'la yotibdi. Haq kam bo'ladi, bitta bo'ladi. Shuning uchun ham Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadislariga e'tibor qaratsak, bu ummatning 3 firqaga bo'linib ketishligini aytganlarida sahobiylar nimani so'rashdi? O'sha qachon bittasini haqini so'rashdi. Bizda teskarilik shundaki, biz nohaqqa qattiqligini qidiramiz. 72 tani so'rashmadi, e'tibor bosma. O'sha najot topadigani qaysi narsa, ya'ni o'sha haqqa qaysi birisi? Shuning uchun ham ular aytadiki, biz adashgan toifalarni yoki xatolarni o'rganishlik bilan vaqt sarflashimiz kerak emas. Biz haq o'rganishlikka vaqt sarflasak, yo'limizda uchragan nohaqliklarni o'zimiz ko'rib olamiz. Bizga hozir Obod qorning xatosi, Muhammad Sodiq xatosi yoki boshqasining xatosi emas. Bizga o'sha masalalarda, siz ikkilanayotgan masalalarda haq nimaligi kerak, xolos. U odamning shaxsiyatini qo'yish kerak. Yaxshi odamdir, taqvoli odamdir, biz bilmaymiz. Munofiqdir balki taqvoli odamdir. Bu narsaga bizga qiyomatda oshkor bo'ladi. Ko'rinishidan zo'r taqvoli bo'lib yurgan odamlaringiz qiyomatda boshqacha odam bo'lib chiqishi mumkin.
bunga hadislar ham keladi. Abdulloh akani birinchi darslar ixlos haqidagi darslar. 3 toifa odamni Alloh taolo do'zaxga hukm qiladi. Bittasi shahid bo'lib ketgan maydonda. Bittasi sadaqa beradigan saxiy odam edi, bittasi qori edi. Odamlarga Qur'on o'rgatadigan ustoz edi. Alloh nega ularni do'zaxga hukm qildi? Ular ko'rinishida shunaqa edi. Alloh nima deydi har bittasiga? Odamlar shunaqa desa, nima uchun shunaqa qilding? Odamlar shunaqa dedi. Sen mukofotini olding. Ha? Odamlar shunaqa deyish uchun sen shuni qilding, odamlar shunaqa dedi. Biz bilmaymiz-ku. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam kimdir maqtayotganda bizga ta'lim berdilarki, ahsabuhu kazalika va la uzakki alallohi ahadan deb aytgan. Buni shunaqa deb gumon qilaman degan. Shunaqa demagin dedilar. Shunaqa deb gumon qilaman, Allohdan o'zgasini maqtamayman degan. Biz odamlarning qalbini bilmaymiz aslida. To'g'ri-ku, siz yoningizda munofiq yurgan bo'lishi mumkin. Siz bilan biz uni bilmaymiz, qalbida nima, ichida nima. Keyin qiyomatda oshkor bo'lishi mumkin. Biz bittasini shahid deb o'ylashimiz mumkin, do'zaxli bo'lishi mumkin. Tushunarli? Shuning uchun shaxslarni aybi bu o'rganish bu ilm emas. Shaxslarni aybini o'rganish ilm emas. Lekin mamlaqa so'rasa ilm olishlik uchun, uni kamsitish uchun emas. Masalan, Ibn Usaymindan mana bu narsani eshitdim, Alboniydan mana bunaqa narsani eshitdim, O'butxordan mana buni eshitdim, Abdulloh Qorakidan mana bunaqa narsa eshitdim. Qaysi birisi to'g'riligini bila olmayapman. Bu ilm olish bitta. Masalan, Sheyx bunday dedilar, O'butxorga bunday dedilar. Qaysi birisi to'g'ri? Men mana bunisini to'g'ri deb o'ylayapman. To'g'rimi? Shunda aytiladiki, yo'q, siz to'g'ri o'ylayotgan ekansiz, chunki mana bu oyat, mana hadis shunga dalolat qiladi. Yo, siz noto'g'ri o'ylayotgan ekansiz. Ammo menga Muhammad Sodiq xatolarni aytib bering, yoki falonchini xatolarni aytib bering desa, vaqtimiz ham yetmaydi bu xatolarni sanashga. To'g'ri. Kuniga xato qiladi odam bolasi, kuniga xato qiladi. Hatto payg'ambar alayhisolatu vassalam zot xato qilardi. Masalan, oldilariga Abdulloh ibn Maktum dinni o'rgatib kelganda Makkaning kattalarini da'vat qilgan joyda ko'r odamida nima qildilar? Yuzlarini burishtirdilar, o'g'irlab oldilar. Yuzlarini burishtirganlarni, o'g'irib olganlarni Abdulloh ibn Maktum ko'rmaydi. Ko'rku. Alloh nima dedi? Abasa va tawalla an ja'ahu al-a'ma. Yuzini burishtirdi, o'g'irlab oldi, uni oldiga ko'r kelgan paytida dedi. Urush berdi. Bu xato edi, payg'ambar qilgan xatolari edi. Qiyomatga shuni tilovat qilamiz, payg'ambar xatosi. Ya ayyuhan nabiy, lima tuharrimu ma ahallallohu lak? Tabtaghi marzata azwajik, vallohu g'afurur rahim. Ey payg'ambar, nega Alloh halol qilgan narsani harom qilasiz? Ayollaringiz roziligini xohlab qoldingizmi? Alloh kechirimli, rahimli bo'lgan zot. Asalni o'zlariga o'zlari harom qiladilar. Shunda Alloh taolo nima qilib urush beryapti? ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Biror narsani ertaga qilaman demagin. Inshaalloh degan. Qachon bo'ldi bu? Yahudiylar kelib Kahf voqeasini so'ragan paytida ertaga aytaman dedilar. Bu ham xatomidi? Xato edi. Payg'ambarki xato qilgandan keyin payg'ambar xato qilgan. Ibn Bozlayu, Alboniylar kim ular payg'ambar oldida? Bir olimlar xolos. Shuning uchun maslahatim, nasihatim haq yo'l qaysinisini o'rganish. Yo'lda ko'rinayotgan bo'lsa ko'zingizga yoki bir narsada fatvolar ko'rinayotgan bo'lsa har xil. Mana shu fatvoni qaysi birisi to'g'ri shuni bila olmayman deb o'rganish. To'g'risini qilish, noto'g'risini. 73 ta firqaning ichidan sahobalar to'g'risini so'rashdi. Najot topadiganisini so'rashdi. Qaysinisi o'sha deyishdi. O'shaning sifatini so'rashdi.
Masalan, aynan siz, men bilaman Obod qora akani ergashuvchilari borligi, Muhammad Sodiq ergashuvchilari. Alloh alam agar shu hozir birodarlashib o'tirganda o'tirolmay chiqib ketishgan bo'lishardi baribir. Shunaqa deb o'ylayman. Muhammad Sodiq masalasida gaplashganligimizda. Ularning muhabbati bor unga nisbatan. Bu odamdagi tabiat, o'zini ustoziga nisbatan muhabbatda bo'lishligi, doim birga yuradigan oddiy narsa. Odamdagi tabiat. Lekin mana shu muhabbat odamni qo'rqitib qo'yish kerak. Mana shu muhabbat odamni qo'rqitib qo'yish kerak. Obod qora akani yaxshi ko'rardik. Obod qora akani hamma tashab ketgan paytda yonida yurgansiz. Hamma tashab ketgan paytda, hamma Abdulla akani shogirdlari, Ruhiddin akalar, boshqalar hamma qarshi chiqqan paytda biz qolganmiz oldida. Lekin alhamdulillah shu narsa bizani u kishining xatolarini ko'rmaslikka olib bormadi. Boshqalarga shuni nasihat qilaman. Yaxshi ko'rish boshqa, lekin u qo'rqib qo'yish kerak odam. To'rtta mazhab sohibi, to'rtta imomning gapini gapiraylik, o'zi kifoya bo'ladi. Abu Hanifadan boshlaymiz. Agar meni gapim kitob va sunnatga to'g'ri kelsa olinglar, to'g'ri kelmasa fadribu bihal haid. Devor bo'linglar meni gapimni. Tashlaylar meni. Haligi Abu Yusuf degan Muhammad degan shogirdlariga aytdilarki, men gapirayotgan har bir gapimni yozib olmagin. Fa innama ana basharun. Men bir basharman. Bugun bir fikrni aytaman, ertaga undan qaytaman. Ertaga bir fikrni aytaman, uni ertasiga undan qaytaman. Iza sahha al-hadisu fa huwa mazhabi. Agar sahih hadis kelsa, o'sha meni mazhabim. Bu qanaqa bo'lgan bu odamlar? Shuning uchun ham bularning shogirdlari Abu Hanifaning gapiga tap etib yopishib olmadi hech qachon. Shu Abu Yusuflar, Muhammadlar, Imom Zufarlar, boshqalar Abu Hanifaning gapini noto'g'ri deb ko'rishgan o'rinni tashlashdi, to'g'ri deb ko'rishgan narsasiga ergashib turishdi. Hanafiy mazhabini 3dan 1 qismida Abu Hanifaga qarshi chiqishdi. Imom Malik Madinada yashaganlar, payg'ambarimizning qabrlarining oldida turib bir kun nima dedilar? Kullun yu'khazu min qawlihi va yutrak illa sohibi hazal qabr. Bizlardan kim bo'lmasin dedilar. Uni so'zi olinadi, tashlanadi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar so'zi olinadi, tashlanadi. Faqat shu qabr egasining so'zi unaqa emas. Payg'ambarlar qabrini ko'rsatib turib, mana shu qabrdagi kishining so'zi unaqa emas faqat. Qolgan kim bo'lmasin, so'zi olinadi, tashlanadi. Imom Shofi'i agar ko'rsanglar mana gapimni hadisga xilof kelayotganini, zahaba aqlu Shofi'i deb aytdilar. Imom Shofi'i jinni bo'lib qoldi deyiladi. Hadisni olinglar. Agar meni gapimni hadisga teskari kelayotganini ko'rsanglar, Imom Shofi'i jinni bo'lib qoldi, aqli ketib qoldi deb aytdilar. Hadisni olinglar. Ahmad bin Hanbal لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا أوزاعي خذوا من حيث أخذنا. Menga taqlid qilmanglar. Malikga ham taqlid qilmanglar. Shofi'iyga ham taqlid qilmanglar. Avzo'iyga ham taqlid qilmanglar. Biz qattan olgan bo'lsa o'sha yerdan olinglar. Qattan olgan bo'lsa o'sha yerdan olinglar. Shuning uchun ham Alloh taolo bularni, bu imomlarni ko'tarib qo'ydi, qiyomatgacha mana ko'tarilib, necha asrlar o'tib ketdi. Hali ham shu odamlarning gaplarini gapiryapmiz. Sunnat imomlari, bizga sunnat yo'lini ta'lim berib ketgan odamlar. Sunnat yo'li shuki, birinchi ularning shiori shunaqa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan boshqasiga ko'rona ergashib ketavermaymiz. Ularning olinadigan so'zi bor, olinmaydigani bor.
hadisga to'g'ri kelsa olamiz, bo'lmasa devorga uramiz. Mana shu shiori ahli sunnat. Bu Abu Qori bo'lish yo'lida tursin yoki Abdulloh Qoriga bo'lish yo'lida tursin, qattiq imomlar gapiryapti shu gapni. Ahmad bin Hanballar, Imom Abu Hanifalar, mazhab sohiblari shuning uchun ularning namozni ko'tarildi. Va shogirdlari ham o'sha ishlarni qilishdi. Ya'ni to'g'ri keldi deganni olishdi, to'g'ri kelmaganni urishdi deyorga. Sizlar bizga ham shunaqangi umumiy qoida shior bo'lib qolish kerakki, hamma xato qiladi. Hamma. Shuni xatosini biza bilsak, xato qildi odam bolasi, Alloh kechirsin uni xatosini, o'zini rahmatiga olsin. Jannatlarda ham so'raymiz-ku, Alloh rahim qilgin buni, gunohini kechirsin deymiz. Bilamiz, gunohi bor, xatosi bor. Duo qilamiz xatga. Xuddi shunaqa. Bir-birini g'aybdan orqasidan duo qilishlik, xato qilib adashib ketgan bo'lsa, yaxshi ko'rgan odamimiz hidoyat so'rab duo qilishligimiz mumkin. Endi bu umumiy anaqa siz so'ramoqchi bo'lgan narsani tushundimki, Hovuz Qori akani yaxshi ko'radiganlar va hozirgi kunda ajrashib ketganlar nima narsada ajrashib ketishdi, nimada Hovuz Qorini xato deb bilishyapti, o'sha narsani so'ramoqchi bo'ldingiz. Hovuz Qori akani xato deb bilinayotgan narsa asosan shundaki, Hovuz Qori aka Ikhvanul Muslimin jamoatiga aloqador bo'lib qolganligini o'zi oshkor etmasa ham qilayotgan ishlari, aytayotgan so'zlari, berayotgan fatvolaridan ko'rinib turibdi bu narsa. Avvalo Ikhvanul Musliminni sifatlari nima ataylar o'zim internetda birda olib yig'ib, olimlarning arabchasini yig'ib, keyin orqasiga o'zbekchasini yig'ib ataylar tarqatgan bu narsani. Odamlar ko'rsin Ikhvanul Muslimin. Kibor ulamolar Ikhvanul Muslimin jamoatini boshqa jamoatlardan qanaqa ajratib olishligini o'rgatishgan. Sifatlarni aytishgan. Ular nima deydi, uni qo'lida nima qiladi. Ko'rmaysizmi shuni? Ko'rganman. Balki qo'yilgan. Ikhvanul Muslimin to'g'risida o'sha hamma katta olimlar fatvolar. Ana o'sha yerdan qarash kerak, keyin Abu Qori akaning qotgan ishi bilan solishtirsangiz ko'p narsani ko'rasiz. Ikhvanul Musliminga aloqador bo'lib qolishgan. Aloqador bo'lib qolishganligi bu faqatgina gumon bilan emas, ochiq oydin hujjatlar bilan ham sobit bo'lgan. Shogirdlarini Ikhvanul Muslimindan Chimkentga olib chiqib darslar berishgan. Muhammad Qutub degan odam kelib dars bergan bo'laga, aqidasi ash'ariy bo'lgan, manhaj Ikhvanul Muslimin bo'lgan odam Chimkentda bitta arab tilini biladigan talabalarni orasida yig'ib hammasini Chimkentga olib chiqib dars berib bitirgan. Oshidadan qaytib kelgan bolalar o'shani ikhvanligini bilib qaytib kelib, sizlar bizani Ikhvanul Muslimin bo'lgan, ash'ariy bo'lgan odamga darsga yuborib sizlar deb kelib nomimizni bildirishgan. Shunaqa deyishsa, keyinda saldatsalar, xullas bu narsani afsuzat qilmaylar, sizlarni adashtirmagan, to'g'ri yuborilgan joyga degan gaplarni eshitishgan hozir. Keyin men o'zim ikhvan emaslar, ikhvan. Ataylar bo'yinaqangi Ikhvanul Muslimin haqidagi ulamolarning fatvolarini mana ikhvan bo'lmasa edi, tarqatinglar. Vaqtinglar, men o'zim qarshi chiqqan Ikhvanul Musliminga. Ular teskari fatvolarni topib, Ikhvanul Musliminni himoya qilishga o'tib ketishdi. Men bir nechta talashgan talabalarga aytdimki, sizlar ikhvan emaslar, nimaga sizlarni jahliga chiqib ketyapti ikhvonni qoralarsiz? Said Qutb yomonavasizlarmi? Robiy Madxaliyni o'zingizdan yomon ko'rasizlarmi? Robiy Madxaliy Abu Qori akani qoralamagan. Bitta O'zbekiston qoralagan, Ikhvanul Musliminni qoralagan bo'ldi. Nima sizlar yomon ko'rasizlar bu odam? Sizlarga nima yomonlik qildi? Robiy Madxaliy degan odam Ikhvanul Musliminni Saudiyada Ikhvanul Musliminni basharasini ochib tashlagan, ularga maqolalar yozganligi uchun o'zini yomon ko'rishadi. Ular nima aloqasi bor Ikhvanul Musliminga? Said Qutbni qoralangan maqolalarni o'rniga bular Said Qutb maqtalgan maqolalarni topib, vaholanki bu maqolalarning egalari allaqachon Saudiyada o'zining maqolasidan voz kechib yuborgan, xato qilganligini tan olgan maqolalarni bu yerda tarjimalar qilib tarqatishdi. Nega? Nima aloqaligi bor ular Ikhvanul Muslimin?
Umuman Solih Favzonning gaplari Ikhwanul Muslimin biza hukumatga intilmaymiz, biz kursiga intilmaymiz degan da'voni qilishadi. Sheyx nima deysiz? Shunga desa, biz da'volarga qaramaymiz deydi Solih Favzon. Biz odamlarni qilayotgan ishiga qaraymiz deydi. Da'volarga qaraladigan bo'lsa, ko'pchilik o'zini isloh qiluvchilarimiz deydi. Hatto munofiqlar ham Qur'onda Alloh aytadi, yer yuzida fasod qilmanglar desa, biza isloh qiluvchilarimiz deyshadi. Shuning uchun bizlar deydilar, da'volarga qaramaymiz deydilar. Bizlar qilayotgan ishiga qaraymiz ularni. Ularning ishida ham xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Siyosiylashtirib yuborildi. Bolalar borki, Qorakani jamoatidagi bolalar siyosatchi bolalarga aylanib qolishdi. Diniy bilimlar nol bo'lib ketdi. Oldin hammasi hadisiyotlarni, hadis o'qirdi, fiqh kitoblar o'qirdi, boshqalarni BBC bilan ozodlik eshitadigan odamlarga aylanib qolishdi. Jamoatlarda o'tirishadi-da, kimdir hatto mas'ul qilingan BBCning ozodligini eshitishni gapiring deydi, u gapirib beradi. Falastinda u voqealar bo'libdi, bitta bu voqealar bo'libdi, bamtu unaqa bo'libdi. Diniy bilim olamizda haftada bir narsa olgan bolalar o'tirib olib siyosatga gaplashib o'tirishga boshlashdi. Shunaqa narsalar ko'p bo'ldi. Asosan siyosatga intilish ekanda bu. Ya'ni Ikhwanul Musliminni asosiy 3 ta narsaga intilishi bor. Xalifalik ta'kidlashmi? Hizb tahrir o'zi Ikhwanul Musliminni yo'q, chiqqan. Boshqa. O'xshab ketadi demoqchiman. O'zi hizb ikkalasi. Hizb Ikhwan, hizb tahrir bo'ladi. Hizb Ikhwan, hizb tahrir ajrab chiqqan. Ya'ni Sheyx Nabxoniy oldin Ikhvoniylar bilan birga bo'lgan. Fikri, o'ylashi, siyosat, hamma narsa bir xil bo'ladi. Ikkalasiga bir xil. Faqat qilish kerak bo'lgan ishlari har xil. Yani katta olimmi? Bizlarning kitobda. Ikkalasi ham olim emas, ikkalasi ham talabalar. Nabxoniy ham, Said Qutblar ham, boshqalar ham kichkina talabalar. Olim emas ikkalasi ham. Ikhwanul Musliminni asosiy narsasi siyosat, iqtisod va harbiylik. Ana shu 3 ta narsaga intiladi. 3 ta narsani egallash kerak. Hukumat tuzishlik uchun mana shu 3 ta narsa kerak bo'ladi deydi. Harbiylar kerak ularga iqtisod kerak, boylar kerak, finansiyat qiladigan finansistlar kerak va siyosatchilar kerak. Siyosat maydoniga chiqib siyosat bilan kurashish kerak, xalqni boshqarish kerak. Mana shu 3 ta narsaga urg'u beradi. Qorakani jamoatlari esa mana shu 3 ta narsa bilan ovora bo'lib qoldi. Pul to'plashmi, keyin shunaqangi BBC ozodliklarni istab siyosat bilan shug'ullanishmi va uchinchisi sport bilan shug'ullanishlikka o'tilindi. Hatto faoliyatga chiqib, edbilga chiqib trenirovkalar qilishlar boshlandi. Bilishmaydiki, bolalar bular boshqarilyapti, o'zidan chiqarib qilmayapti bu ishni ular. Bularga vazifalar aytilyapti, bular o'sha narsani qilishyapti. Ko'pchilik bolalar bilmaydi shu narsani. Sezmaydi. Ahli sunna va jamoat ishini qilib yuribmizlar, qilib yurishdi. Allaqachon bular bir hizb bo'lib qolishganligini, allaqachon bularni boshqarilayotganligini har bitta odam agar siz o'sha jamoatda bo'lganmisizlar yo'qmi yoki eshitganmisizlar so'rasanglar, hammasi tasdiqlashadi. Har bitta odam haqida ma'lumotlar yig'ildi. Kim nechinchi yil tug'ilgan, necha yoshga kirgan, nechta farzandi bor, nima ish bilan shug'ullanadi, qo'lidan nimalar keladi, o'zi biografiyalarni yozib berib, hamma ustoz orqali berib yuboriladi. Haqiqiy hizbiy harakat. Haqiqiy hizbiy harakat bo'ldi. Qobutxonaga qildi shu ishlarni hammasi. Ayollarni to'polonlari, haligi uylarning oldidagi namoyishlar, to'polonlar chiqishlar, plakatlar bilan ocharchiliklar e'lon qilishlar, hammasini qoraga qildi. Nega qo'rqmasdan qoraga davomli? Biz o'zimiz ishtirok etdik shu narsada. Sizlarga ham bo'lganmiz. O'zimiz shu vazifalarni bajarib, shu vazifalarni tarqatib o'zimiz yurdik. Keyin tushundik, alhamdulillah. Biz boshqarilayotgan ekanmiz. Biz allaqachon bir his bo'lib qolgan ekanmiz. Biz bu tahrir bilan talashganimizda nima bilan talashishni bilmasdik. Bir xilmiz-da. O'ylashimiz, fikrlashimiz, siyosat qarashlarimiz bir xil bu tahrir bilan. Faqat qadar masalasi sizlar adashgansizlar derdik. Qabr azobini yo'q deb aytasan derdik. Bo'ldi shu 3-4 ta narsani gapira olardik bo'ldi. Avlodda qanaqa deylar?
O'sha narsa ustida talashadi ular. Siyosatda qarashini, qarashlari bir xil edi ular bilan. Nima raddiyalar bilan? Ularning raddiyalari shu ustozlardan eshitgan raddiyalarni berishardi. Zaifda. Oyatlarni boshqacha tushunish, hadislarni boshqacha tushunish, mana hadisda qabr azobi haqida aytilmagan degan narsalarni keltirishadi. Nabuxoniy va shu katta olmay chiqadi. Yahudiymi, Nabuxoniy? Bitta ulama har bir firqa, har bir toifa borki, o'zini liderlarini, o'zini boshliqlarini juda ham bir taqvoli, juda ham bir dindor, dinga kuyinadigan, dinga achinadigan, dinga o'zini qurbon qiladigan katta olim deb tanishtirishga hamma toifa harakat qiladi. Sufiylar qilmaydimi shu narsa? Sufiylar shu darajada ko'taradiki, Hindistonini ko'tarib qutb darajasiga ko'tarildi deydi. Ularda qutb degan daraja bor. Bilasizlarmi qutb degan darajasini sufiylar? Xudo bilan tenglashdi deydi. Yer yuzini boshqarishga Xudo bilan tenglashdi, Alloh bilan birga boshqarishadi yer yuzini deydi. Shu darajada o'zini kattalarini ko'tarishadi sufiylar. Qaysi bir toifa ko'tarmaydi, hammasi. Mana mujohidlarning toifasi. O'zini hani liderlarini shunaqangi bir nima qilib qo'yishadiki, har xil ko'pchiliklar, har xil rivoyatlar, tegiyo gaplarni gapirib ko'tarib qo'yishadiki, bundan tilla odam yo'q. Dunyo bu turgani uchun turib qolasiz. U qancha xatoliklarga yo'l qo'yadi, qancha noto'g'ri fatvolarni berib tashyapti. Masalan, Usama bin Ladenni olaylik. Bitta biron bir mujohid oldida qoralaysiz buni xatolarni ayting. O'ldiraman deysan. Nima deyapsan bu yer yuzida jihod tutib turayotgan odam deydi. Ibn Abbos nima deyapti bu haqida? Minal mufsidina fil ard. Yer yuzida fasod tarqatuvchilardan bu deyapti. Qancha xato ishlarni qildi, qancha zulmlarni qildi, qancha nohaq odam o'ldirib, qonni to'kdi. Qancha joyda musulmonlarning boshiga balo olib keldi bu. Fasodchi bu dedilar. Ibn Abbos. Fatvo majbun fatvo. Ko'p olimlar unga raddiya berdi. Hadis ham Ularga keltirgan. qiynalgan-ku. Nolida shu hadis aytgan birinchi mot keyin bir ikkita romonni keyin. Maqola Fasod tarqatuvchiga joy bergan odam. Hozir Amerikada anu portlash bo'ldi. Jamir fikrimni ko'rdingiz. Bitta Amerikaning o'zini olimlari, endi hali demokratiya deylik, olimlari isbotlagan hali ikkita Qozog'iston bino bor, endi ko'rganmiz. Hech qanaqa bo'lmaydi. Endi o'zi uni davlatda tushuntirishni aytolmadi, o'zi shunaqa deyishadi. Egizak deydi. O'zi bu hech qanaqa billarni urolmagan, Amerika o'zi bo'lgan. Hamma ilmiy tomondan isbotlagan. Bu yaqinda Rossiya tomonidan chiqqan narsa. Undan oldinroq men ko'rgan diskimda Usama bin Laden ko'rsatdi. Qanaqa portlatganligini, qanaqa tayyorgarlik ko'rganligini. Qaysi birisi ishonasiz? Hali ilmiy tomondan bor. Samolyotda haydashni o'rganayotganligini saudiyalik talaba bolalar. Har bittasi Usama bilan birga katta bunaqangi stol ustida kartalarni yoyib qo'yib, kelib chizib, bunaqalar qilishayotganliklari. Har bittasi so'zga chiqadi haligi bolalar. Men Ibn Usayminning shogirdiman. Sahih Buxoriy, Sahih Muslimni yodlaganman, uni qilganman. Bilaman, hali bizani qiladigan ishimizni ko'p gapirasizlar, noto'g'ri deysizlar, lekin unaqa nasihatim. Har bittasi men samolyotda o'sha haydadi, men samolyotda bu haydadi qilib ko'rsatyapti haligi. Anaqani. O'ziga arab tilida hamma narsa. O'sha haligi yodlagan hamma keyin haligida bor-ku, aytadi, o'sha pasportdan qilinganda deyapti, hali bolalar ham intervyuda ko'rgansiz-ku. U haydashni ham bilmaydi samolyotda deyapti. Ani bola o'zi hayron qoldi. Nimalarni o'ylab toptiradi. Ya, bitta hozir Amerikaga qarshi Rossiyaning siyosati bu aslida inglizcha bo'lgan-ku bittamiz. Lekin ular til o'rganayotgani, samolyotda haydashlarni o'rganayotganliklari, har xil nimalarni o'rganayotganliklarini o'sha diskda ko'rsatgan. Hammasi. Ishonasiz. Ya'ni shu narsa aniq shunaqa bo'lganligi, shu sahihligi. Aha, ishonaman. Chunki bu narsani bizni qildik deb boshidan o'zi tan oldi, chiqib gapirdi. Anaqa bu Amerikaning kuchini qanchalik zaifligini ko'rsatib qo'yishlik uchun qildik deb. Ya'ni Amerikaga ham qo'limiz yetadi degan narsani qildik.
o'shani qidirib kelib Afg'onistonda bamlik qilib tashladi. O'shani orqasidan kelib. Afg'onistonliklar aytmadiki, bizda emas, bermaymiz. Bizda emas bu nima? O'shani berlaringizga dedi, berma. Saudiya so'radi, berlaringizga dedi. Biza o'shani jazolaymiz, berlaringiz, bermadi Saudiyaga. Afg'oniston. Shuning uchun ham boyagi olimlar shu gapni gapirishdi keyin. Kim bidatchiga panoh bersa degan hadis la'natlangan hadisni keltirishdi. Bu bidatchidir bu. Odamlarning musulmonlarning boshiga shunaqa balolarni olib keldi. Ibn Bozga yozgan xatlari bor mana. Usomani. Siz nimani qoralayapsiz, jihodni qoralayapsiz, to'g'ri siz dunyodagi katta olimsiz, lekin bu fatvoyingizdan qaytingiz bo'lardi. Siz bu yerda holatlarni tushunmaysiz, bu yerda anaqa narsalar bo'lgan bilmaysiz, ko'rmasdan turib fatvo beribsiz. Mana shunaqa gaplar yozgan. U Sudanga ham olib keldi shunaqangi qirg'inlikni. Sudanni ham bamlik qilib tashlashdi o'shaning orqasida. Afrikada nimani portlatishdi-ku, posolstvosini. Amerikaning posolstvosini portlatishgandan keyin Amerika buni terrorist nomer 1 qilib e'lon qilgan, ancha odamlar o'lib ketgandi. Shunda barkalarni ko'rib o'zim hayron qoldim. Haligi o'sha binoni barkalari ham hamdaqasini kesilgandi. Qo'yganimiz qanday kesilgan. Keyin uni yo'l mutaxassisdan so'rabdi. Binolarni portlatishda juda qanaqa ketadi debdi. Bunaqasi kesildi. O'shanda bino shuni chiqarib qildi. O'tda ham xuddi shunaqa videoga olgan portlash riski binoga ya'ni balkon hamdaqasi kesildi. Bitta narsa bo'lishi mumkin versiyada Amerika xabar topgan bu narsadan. Bular qilmoqchi bo'lgan operatsiyasini xabar topib qo'yib bergan. Shunaqaga qilib. Qo'yib bergan bo'lishi mumkin o'sha narsa qilurlar endi. Uni bilmay turganda, ko'rmay turganda imkoniyat yaratib bergan, qilgan. Qaysi Amerikaning soldati o'zini o'ldirib olishga tayyor bor, unaqa samolyotda olib uchirib urib boshlaydi. Keyin ancha minut samolyot aylanib yurgan ekan, hali anaqa ekan. O'zim 3 minut, necha minut turib tashlaydi. O'zini o'zi o'ldirishlik uzoqdan oldin keladi. O'z hayotni yaxshi ko'radi ular. O'shaning uchun qo'yib bergan bo'lishi mumkin. Terrorchi xabar topgandir, plan qilinayotgan narsadan. O'ylagan, post kerak deb boramiz, bamlik qilib tashlaymiz deb balki keyingi rejasini qilgan bo'lishi mumkin. Endi boyagi mavzuni ham hozir hali ham shu anaqada qolganmilar yo ancha o'zgarganmilar nima desa bo'ladi. Endi bilmayman, men aloqam yo'q anchadan beri. Lekin gaplardan hali ham misol uchun xurujga kiradimi o'sha narsalar ham misol uchun gap. Ha, bitta narsani aytmoqchi edim, hayolimdan ko'tarilib ketdi. Ikhvanul Muslimin boshida chiqqan paytida bundan 100 yil oldin chiqqan. 100 yil oldin. Ha, Ikhvanul Muslimin 100 yil oldin chiqqan. Hasanul Banno degan odam, keyin ikkita sinfdoshi bu narsani tuzishgan, bu yo'nalishni Ikhvan. Aka-uka musulmonlar deb o'shalardan boshlangan o'zi. Bu partiya, siyosiy partiya. Misrda chiqqan bu partiya. Boshida chiqqanda bular siyosatga ochiq qarshi partiya. Hukumatga ochiq qarshi partiya. Hukumatga qarshi odamlarni jiddiyatlashlik bilan shunaqangi darajaga chiqib oldiki, hatto ministrlarning ichida ham, voyeniylar ichida ham, katta boylarning ichida o'zini tarafdorlarini topib, Misr hukumatiga katta muammo bo'ladigan bir jamoat hayrat qolishdi. Hamma joyda odam bor. Hatto Misrda oldin qizlar bilan bolalar maktablarda aralash-quralash o'qiydi, bizga o'xshab. Kuchayib ketgandan keyin shunday qo'ng'iroq qilganda, anaqa Ma'arif ministriga, shu ta'lim vazirligi ministriga telefon qilib turib, Hasan Banno. Ertadan boshlab degan. Hamma o'sha maktablar, hamma institutda o'qishlarda qizlarniki alohida, bolalarniki alohida bo'lishi kerak. Bo'lmasa biz hukumatga qarshi urush e'lon qilamiz. Shunchalik kuchayib ketgan hukumatga nima bo'ladi? Misrda. Bir kunda Misrda qaror chiqarishib, alohida qilib qo'yishgan. Urush bo'lmasin. Shuni nimasi yomon? Hukumat yo'q, yomon emas. Yaxshi. Yomon emas. Boshligi bularning holati, Islom musulmonning holati. Hatto Falastinda urush bo'lganda, yahudiylar falastinliklarga hujum qilishganda 20 mingta o'zini lashkarini, qurollangan lashkarni urushga yuborishgan. 20 mingta. O'sha urushlarda ham qatnashgan bu partiya.
butun qamrab borayotganda keyin Abdulnosir degan prezidenti nimani Misrni bular ham oppozitsiya edi, hukumatga bular ham oppozitsiya edi. Hukumat Angliyani mustamlakasini ostida edi. Abdulnosir bilan bular kelishuv qilib turib, qo'zg'olon qilamiz-da, hukumatni egallab olamiz degan. Biz hukumatni boshqaramiz, sizlar diniy tomonga qaraysizlar. Mana shunaqa hukumatni boshqaramiz degan kelishuv bo'lgan. Men buni Saudiyada chiqarilgan jurnaldan o'qigan narsamni aytib beraman-da. Hatto firqalar haqida alohida jurnal chiqqan, o'sha yerda ularning tarixi yozilgan shunaqa. Xolos degan. O'sha yerda keyin kelishuv qilishadi-da, qo'zg'olon qilish boshlanishi bilan Ikhvanul Muslimin qo'zg'olonda qatnashlikdan bosh tortadi. Ani kutmagan bu holat. Go'yo hukumatni qarama-qarshisida bitta o'sha partiyani o'zi qolib ketadi. Ana o'nika. Ikhvanul Muslimin o'ylovdiki, hukumat yuzib chiqmaydi ular, hukumatni ololmaydi deb o'ylovdi. Lekin bular kutmaganday bo'ldi, u hukumatga o'tirdi. Abdunosir. O'tirib, eng birinchi dushmani Ikhvanul Musliminni qirishga boshlaydi. Hukumatga o'tirib olgandan keyin, armiyani egallab olgandan keyin bir kechada 2000 ta odamni qamiydi. Ikhvonlar. Hammasi kattalarni qamiydi. Bir kechani o'zida operatsiya qiladi, MVDsi 2000 ta odamni qamiydi. Hamma kattalarini yo'qotib qo'ygandan keyin do'dirishga boshlaydi. Qama 20 yilga, 30 yilga qamoqli bo'ladi. Bizda boshida qanaqa qamoqli bo'ldilar? 10 yil, 15 yil, 20 yil, 17 yil, 18 yillarga qamab tashladilar. 1 yil, 2 yillarni eshitmadik-ku. Bular shu tajribani Misrdan olgan ishdi. O'sha 20 yillarga, 15-18 yillarga qamalganlar 3 yilda chiqib kelishdi bizda. Lekin 18 yilga qamalganlar o'zi duxisindi ular. 18 yilga qamalgan. Jasliq degan nimalar, qamoqlardagi bosimlar, 1 yil, 2 yil, bu 20 yil ularni qamoqda ushlab o'tirish shart emas. Ruhiyatini sindirish uchun bo'lgan narsa. Maqolda Misr Ikhvanul Muslimin kattalarini qamab tashladi. Ular xiyonat qildi menga. Dushman nobir bo'lib qoldi. O'shandan keyin ta'sirlar Ikhvon ikkiga bo'lindi. Ikhvon bitta edi o'sha paytgacha. Zulm hukumatdan kuchayib ketgandan keyin, qamoqlarga kirib ketgandan keyin kattalari ikkiga bo'linishdi. Revolyutsioner Ikhvonlar bilan hukumat bilan kurashib bo'lmaydi, ular bilan birga oqish kerak degan Ikhvonga bo'linishdi. Bular siyosat bilan shug'ullangan odamlar edi-da. Siyosiy o'ylashdi, qarasaki, hukumatga kuchligi yetmas ekan, bular oqib turib, ichidan ishimizni olib borishimiz kerak deb o'yladi. Ikkinchisi, o'lgunimizcha turamiz, daraxt tik turib o'ladi deydi. Ikkiga bo'linishdi. Hozirgacha o'shaqa ikkiga bo'lingan holatda davom etib keladi. Ikhvon. Ikkalasan Ikhvanul Muslimin. O'yi, fikri, hamma narsasi bir xil. Faqat bo'yi joyida hukumat bilan qanaqa muomala qilish kerak degan masalada ikkiga bo'linishadi. Yo'li boshqa-boshqa-da. Boshqa. Bittasi Hizb ut-Tahrirga o'xshagan revolyutsioner. Qarshi ishlar olib boradi, boshqa qiladi, saytlar o'ylab topadi, qoralikni karikatura qiladi, boshqa qiladi. Xullas hukumat nima qora narsa topsa chaqib yuradi. Yomonlash kerak, xalqni unga qarshi jijillash kerak. Missiyasi shunaqa. O'ziga yuklab olgan vazifasi shunaqa. Hukumatga qarshi jijillash kerak. Bu bittasi Ikhvon. Ikkinchisi, bular ahmoq, bular siyosatni tushunmaydi. Bunaqa bo'lmaydi. Bu bilan hech narsaga erishilmaydi. Mana nimaga erishdik shundan beri. Qop deyish kerak, birga yurish kerak deydi. Amin. Alaykum assalom. Ikkiga bo'lingan. Gapira qoling. Boshqa